Assalomu alaykum qadrdonlar, xayrli kun barchaga. Barchaga juma ayyomlaring muborak bo'lsin. Xo'p, shu bilan bir qatorda bitta gap. Shunchaki gap. Yaxshi niyatda. Hop. Aqllilik qilishmas. Mana misol uchun juma kuni do'ppilarni kiyamiz, o'zbek milliy do'ppilarimizni kiyamiz. Va shu bilan bir qatorda hamma chiroyli kiyimda. O bir-biriga xushmuomala bo'lgan, hamma bir-biriga. Yoshu katta bir-biriga salom beravergan, misol uchun bir orcha gap gapirmagan, birov-birovga turtilib ketsa ham uzr deb hamma chiroyli kayfiyatda yaxshi gapirib, boshqa qilib. Misol, nima demoqchiman, bu bilan aqllilik qilishmas. Xuddi mana shu narsalarda faqat juma kuni emas, misol uchun har kuni qilsa nima bo'lar ekan? Bir qanday fikr bildirasizlar, kommentariyalarda bir yozib qoldiringlarchi, agar mabodo agar to'g'ri tushunadiganlar bo'lsa, mana shu narsalarda har kuni qilinsa qanday bo'ladi? Misol uchun odamlar bir-biriga xushmuomalaligini ham har kuni juda go'zal bo'lsa kerak deb o'ylayman. Nima deb fikr bildirasizlar, qadrdonlar?